Assalomu alaykum YouTube. Bugun sizlar bilan umurtqa sinishi haqida gaplashamiz. Umurtqalar ham sinadi. Ya'ni bunda sinib ikkiga majaqlanib ketmaydi. Bu majaqlanib yoki sinib parchalanib ketishi oxirgi 3-bosqichda katta yirik avariyalar bo'ladi. Bugun sizlar bilan ko'radiganimiz birinchi darajali sinish. Umurtqa pog'onasi, bitta umurtqani kompressiyasi, ya'ni 1 2 3 4 5. Ya'ni 5 bu L1. Ya'ni birinchi bel umurtqasini sinishiga to'g'ri keladi. Qani ko'rib chiqamiz. Qani mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Bu bemorimiz 59 yoshda, yiqilganidan so'ng 15 kundan keyin bizga murojaat qilyapti. Agar 15 kun oldin rentgenga tushib rejimlarni qilganda bemorimizda bunchalik darajada bo'lmasdi. Hozir belini ham ko'tara olmaydi. Juda kuchli og'riq bo'ladi belda. Undan tashqari yana ko'rib chiqamiz, tekshiramiz. Bu yerda gemangioma ko'rishimiz mumkin. Ya'ni 12-11 ko'krak umurtqalarida gemangiomasi bor ekan. Bu yerga yaxshilab nazar solsak, bu yerda spondilolistez bor. Ya'ni umurtqa siljib qoladi. 5-bel umurtqasini oldingi tomonga siljishi. Bu grija, mana bu grija, bu ham grija. Faqat bularning razmeri kichkina.